Hurmatli tomoshabinlar, Anvar akamizni kutgan obunachilarimiz uchun bugungi videorolikimizda sizlar aziz obunachilar uchun ham bo'g'oz ham qochishga tayyorlardan bor. Rossiyskiy deganlarga rossiyskiy, gibrid, krasniy, pyostra, shved har turidan chiqadi. Like bosib qo'yasizlar, kanalda mehmonlar obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli ko'rsataveramiz. Bahoni o'zlaring berasizlar. Bo'g'oz deganlarga bo'g'ozlarni ham qurchoqlari, qochishga tayyor deganlarga, yoshlar so'raganlarga her turidan bor ekan. Men hunajinda qarang kattaligini. Bu ham zo'r. Men krasniy pyostra ekan, mana rossiyskiylardan so'raganlarga, shvedlardan qochganlari ham, bo'g'ozlari ham. Like bosib qo'yasizlar. Kanalda mehmonlar obuna bo'lish tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar. Xudo xolasa yomg'ir qo'rsalaring ham bo'laveradi. Narxlar yengil bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy aka, bola, sog'liq, charchamayapsizmi? Ro'zalar bilan. Ko'rinmay ketyapsiz. Siz ham oxirib ketdingiz. Ha, jicha orada endi bir tanaffus qildik. Gapi. Sog'ligingiz yaxshimi? So'rayaptimi, Anvarjon? Xudo xolasa, mana chiroylilarni olib kelib berdik uka. Aha. Har xilidan bu bo'g'ozlaridan, yetti bo'g'ozidan, yangi qochganidan, qochishga tayyordan ko'kib turganidan. Xonajinning puliga 5-4 litr sog' ichgan desa mana, chiroyli sigirchamiz. 5-4 litr ham suti bor, ham qochma desa ham bo'laveradi. Qochma. Tishi bo'zacha. Gap yo'q. Men bu cho'lasini ishqozlari bo'lsa bir joyda olinglar. Nech pul qo'yib yuborasiz uchovini aka? Xo'p. Shved ishqozlari uchun. Uchovsini Abrorjon bir joyda 20 dan emas, 19 milliondan beraveramiz. Yana bittasiga Ramazon hurmat. 18,5 dan vodiy bo'lib oldi. Yana bo'lmasa. Shulardan boshlaylik, keyin bo'g'ozdan kelaveramiz. Mana shu uchovini Yechilar kel muhrida. juplab o'shanglar bo'ldi. 18,5 milliondan akalar shved Ostidan Abrorjon ostidan ko'rsating bularni qarang. Janob, mo'lani. Zo'r. Ko'rdim aka. Kelaversin, men Mabitavanda turaman, chiqqanini ko'rsatib turaveramiz akalar. Xudo xolasa Anvar akamizdan mol va baraka topgan akalarimiz bo'lsa yozib ketsalar ham bo'ladi. Xonajinchi akamiz. Xonajinda qo'ldan kelgancha yaxshilarini olib kelib sizlarga ko'rsatadi. Sudralmas oldi go't. Kesalaring ish bitaveradi. Yurgizing. Juplab yurgizing. Ikkovini qarang, egizarchilardi. 18,5 milliondan uchovi bir savdoga ana isbot. Keladi o'zi kuyga deb turmoqchi bo'lib turaman. Isbotini ko'rdilaring video davomida. Bir savdoga olsa aka dastlabki qayergacha? Vodiy bo'ylab bir joyda 18,5 dan. Aha. Vohalaga hamma tomonlama chiroyli qilib kelishtirib beraveramiz. Kelishilgan holatda ketadi. Uchovi bir joyda 18,5 dan. Samarqandgacha qilib bering bir savdoga. Uchovini Uchovini olib keladigan joyga. Samarqandga 19 dan orttirib beramiz. Yo 18 dan olib bering. Uchov bir savdoga. Uchov bir savdo jicha qoplamay qoladi-da. Ha, mayli qoplanmasa ham. Ha, bo'ldi uka, gapga. Uchalasini bir savdoga yo'q. Realniy toylarlik akalar shved hunajin so'raydi. Realniy. Uka, gapi obunachilar mana. Uchov bir joyda bo'lsa ketdi. Toylarliklar bo'lsa like bosib qo'ying akalar, Samarqand toylarlik akalarimiz. Uchalasi bir savdoga akalar 18,5 milliondan vodiyni narxida sizlarga ham yakkaga Abrorjon. Aha. Yakkaga ma'nisi 20 million 500 ming so'm. Shunisi o'zi. Ha. Bir savdoga 18 dan ketdi. Ketdi, osinlar maza qilsinlar. Olib boring. Ovoring. Bering menga. Nima deyardingiz? Osinlar, ko'rsinlar, boqsinlar, maza qilsinlar. Baraka topsinlar-da. Baraka topsinlar. Xudo xolasa baraka topishadi, Abrorjon. Ovoring. Yaxshi. Voy, egizay ona aytib o'ting mana. Xudo xolasa. Voy, mana shu uchalasi sigir bo'lib o'rniga yana 6 ta berib ketadi-da. Xudo xolasa. Olib boringlar. Yuragida o'tda bor deydi-yu. Ketishlar. Yuragida o'tda bor. Oyog'in tagida cho'qib bor. Yuragida o'tda bor. Hech joni bor. Do'stlar, navbatdagisi. Bitta yelinni ko'rib baho beringlarchi. Hisoblashaydi hali yelinda. Mana rossiyskiy ishqozlar uchun tayyor bo'g'oz variantida akalar. Nima deyapti bu? Tishlari bo'za hoji. Hali kurak chiqarmagan. Yo'q. Voy mashalloh. Birinchi qoringa hurmatli do'stlar, hali kurak ham chiqarmagan. Necha oylik bo'g'oz? Bir oyda tug'adi. Bir oyda. Uzog'i 40 kun. Uzog'i 40 kun. Bolasini olsa 40 kun. Aha, nech pul aka bahosi? Qochirmay kelishtirib. Bahosi 40 desam ham ko'taraveradi. 40 demayman Abrorjon. Yengil ayting. Chiroyli qilib aytaman Abrorjon. 39 ham emas. 38 millionsini vodiy bo'ylab dastlabkasiga ketdi. 38 vodiy bo'ylab yetkazib olib sigirni 45 millionga bermaydi shuni. Xudo xolasa bermasin ham. Ya aka 45 millionga bermasligidan ham
40 millionni tepasida chiroyli molda siz 38 dan siylatib oling, o'zingizga sal yengilroq tushadi. Xudo xohlasa. To'g'rimi aka? Qo'l bola qilib mudirib olasiz. So'zkalari ham zo'r. Ammo akalar oldiga bolasi tushib qolib, sog'ib ichaman degan odam maza qilmasa hisobmas, lekin narxlar akalar hozir yengil bo'lyapti. Oladigan payt. Keyin afsuslanganda gazini qo'shgan yaxshi. Oboring. Oboring. Bir oyda tug'adi. 38 siylab beriladi. Dastlabki? Dastlabki vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab. Qolgan yerdan ko'rishaversang, murosa qilib kelishingga oldin O'zbekiston bo'ylab jo'natib ber. Ha, masalan, ikkita, uchtasini yoki chiroyli qilib. bir dona olsangiz ham o'sha tomonga mol sotilsa, mashrut bo'ladi bitta, o'shanga qo'shib chiqarib yuborilaveradi. Xudo xohlasa. Hoji aka, o'zingiz aytgan maydachalarni yeching. Anvar aka? Ali, jupini olib chiqinglar. Anvar aka. Ho, Abrorjon. Oqsil ham kamayib ketdimi? Xudo xohlasa ko'tarilib ketdi shekilli endi. Quyosh kun chiqqan sari shunaqa bo'laveradi. Ha, u bir yomon keldi. Xudo xohlasa yerdan zak ko'tarilib ketsa, yo'qoladi. Xudo xohlasa. Deyalli, qolmadi, Xudo xohlasa. Aka, har ish o'sa Xudoda. Ha, shu endi nima deymiz, hamma narsa Xudo. Mana, akalar hozirgi hunarjinda kichkina kelajak. Ostidan ko'rsatib ber. Kelajakchasi. Hozirgi hunarjinda kelajakchasi. Ketlar to'rt burchak, yerga yaqin. Juplar. Opasiga o'xshagan sigir bo'ladi, Xudo xohlasa. Anvar aka, Abrorjon. o'ziga yetasizmi yoki jupi bilanmi? Yakkaga ham aytaveramiz, jupiga ham so'rasa kelishtirib beraveramiz. Qochirmay kelishtirib yengillaytish. Abrorjon. Jo'nating deydigan qilib. 18-19 yo'q. Bo'ladigan cho'tki qilib 16,5 million vodiy bo'ylab ketdi. Oboring. Torting. Aka, mana meni ha deb tushung diyorum-ma. Tan joni sog' bo'lsin. Qancha dedik? 16,5 million. 17,5 million desam ham bo'laveradi. Maqsad sotish. Kamini qilib berasiz. Bonus nima tomonga torting. Super Foto baynursin. sigir bo'ladi, inshaalloh. Shohlar kalla, Kenga haydash u. qorindorlik kabi zo'r. Bularkan mashtaqa ko'chatlarda zo'rini akalar Lubobunachimga tavsiya qilaman. Sigir sotadiganga ham yo boqaman deganlarga ham. Lekin mashinalar bir bug'doy pishig'iga qochadi, inshaalloh. Semental urib qo'ydiring yoki buqa. Baraka topaverasiz. Xudo xohlasa, Abrorjon. Qochirmay kelishtirib. 21 million xayrni qildi. Shunday deyman aka. Bo'ldi, 20 million ketdi. Men halini tishimdoqini ko'rsatmadim, indamadim. Endi hammasi Abrorjon o'ziga qarab turib narx aytyapman. Buni yo'rig'i boshqa, uni yo'rig'i boshqa. Lekin tort baqa. Bunda aylantirib o'rsangiz ham mayli. Ayting. Bo'ldi, mana 20 million vodiy bo'ladi dastlab kelsam. Qancha? 20 million. O'zi 20 deyapsiz. Kelishtirib beraman-da, kamini hozir telefonda o'tib 20 pastga gapirib qo'yaylik. Bo'ldi, 19,5 ketdi. Hamma mazza qilasiz. Ishonavering, mazza qilasiz. 19,5 vodiy bo'lib ketdi mana. Kamini qilib beriladi, oboring. 50 millionni pastda sigir bo'lmaydi inshaalloh. Alloh qodir qilgancha aytyapman, lekin mol zo'r. Mazza qilinglar. Kalla 22-23 million desam ko'taradi olmayman. Olsin mazza qilsin. Ammo zo'r mol akalar. Prosta qiziqtirib qo'yish uchun emas. Fisabillah aytyapman, mol zo'r. Turishini qarang. Oboring, janavorni qara. Bir xil odam bu pulga novvos beradi deyishi mumkin. Novvosni shu pulga beradi, bo'yni yollib chiqib ketaman deganda ham 40 millionga bormaydi-da. Agar shunday bersa. To'ppa-to'g'ri. Lekin borganlari o'tib ham ketyapti, faqat sabr bilan. Men novvosni yomon demayman. Yaqinda bir akalar buqa ishqiboz obunachilarimiz uchun bir joyda 50 ta berdangiz buqa boqilyapti, ko'rsataman video qilib. Inshaalloh duo qilib tursinlar. Bo'g'otchani olib chiqing. Bo'g'otchani olib chiqing. Hunajinni ham buni ham bir boqishlarda qo'ldan kelgancha ko'rsatib turibmiz, qo'ldan kelgancha. Hunajinni puliga 7 oylik bo'g'otcham bor. Yo'q? Ro'zg'or bo'pti. 7 oylik Pensioner hojoni olib ko'rsating. Ha, 7 oylik bo'g'oz bor a? Rosa 7-oyga to'ldi. Vaqt tumshoq. Bolasi nat qo'lga kelyapti mana. Chachib ketgan ekan a? Shvedga ola qola. 7 oylik bo'g'oz. O'zimizning ro'zg'or bo'pidan bitta tuqqan Abrorjon. Arzon tog'amning o'g'llaridan. Bitta tuqqan qonida ikkinchisiga. Bitta tuqqan qonida ikkinchisiga. Qonida ikkinchisiga. Ha? Tishi kurak. Deganim, akalar, arzon tog'amning moli deganim xalq ham olyapti-da. Hamma ham biladi zo'r ketishini. Uni kutmaysiz-da, hali hozir. Endi nima deydi? Hammani sharoiti hamma bop.
Hamma bop, ham yon bop. Hop, mana shu gap kerak. Ana, sog'olishni. Bahosi Bahosi arzon. Bepul. 18-17 da yurmaga? Salkam bepul. Ha? Mana bolasini qara. 17-18 da yurmaga. Keling to'shapayim ki. Mana. Na. Nash bolasi. Bolasi, na. Ovasmi, xonajimi? Alloh bilan. Lekin na. Ya, nesh pul? Abrorjon 23-24 yo'q. So'ramaysiz, talashmaysiz mana. 7 oylik bo'g'oz qani? Ya qo'lingizni bering. 20 million 500 ming so'mga vodiy bo'ylab orttirib beraman, qayerga bo'lsa. Silay 7 oylik bo'g'oz ekanmi? Endi nima qilay? Bunga past foyda pul ham qo'yganim. Olsin maza qilib bitta bonus Ama 7 oylik bo'g'oz zayam. Ha, bo'g'oz tayyor-u. Yo 2 oy bas. 20 million so'm kami bor, aka. Ya 20 million so'mga orttirib beraman. Oboring. Ovor. 7 oylik bo'g'oz. Maza qilsin. Haqi bitta ro'zg'or boqaveradi. Oboring, bek. Dastlabki Dastlabki vodiy bo'ylab besplatni. besplatni. Vodiy bo'ylab besplatni ketadi. Hop. Mana ikkita qolyapti, bitta qizil, bitta ola. Kattalar borki. Darada katta. Mana ulardan yomon katta aka. Anu Akalar mana bu silliqni qarang. Nomi silliq. Makran shoh. Yiraklik. rangiga baho bering. Aha. Ashta ushlabdir bu. Qani yurgizaychi aka? Tot ber. Rangini qarang. Bu ham beraverammi deyman-da. Rangi xudo xolasa beradi. Rasa kuyuk popdi bu qo'ya tayyor bo'ldi. Gap akalar. Jussa kelgan любой urug'ni ko'taradi. Mol qarang kattaligini. Sifatini qarang janob. Silliqligini qarang. O'zimizning mahalliy mesli mollarda originali. Nech pul? 28 yarim. Shuna deyapman. 28. Yana o'tang. 27 yarim. So'zkalarni ko'rsatsam bo'ladimi? Ko'rsating. Ko'rsating. Mana akalar so'zkalar tutamlar. O'zi uzunligi, cho'ziligi hamma joy sifati joyi. Necha chiqadi bu yer mana aka? Yurgizing. O'lchalgan 135. Ha, 130 chiqmaydi, uzun. 35 qolarsan o'satmaydi. Barakasiz. Ovoy. Uzunligini qarang janob. Rasa kuyib turib borva qochadi xudo xolos shu bugungi kunda. Ovoy. Ovorroq qo'yishaveradi. Ovor. Uzun aka haqiqatdan mol. Uzun aka. Almash bor muhrim. Baqbaqachalarni qarang. Do'stlar, mana buni ko'ring. Shu jonor, yurtchi bu Rossiya ekan-a? Rossiya bu. Chiroyli etan. Bu qarang janob. Aniq zotini bilganlar yozib ketsa, Aysherskiymi? Ama Galishtenda qoni yo'q bunda. Yo Aysherskiy. Ostilarini ham ko'rsatib ber. Yoki ya Aysherskiy aka. Nech pul? Arzon. Boshqa variant topolmadim bunda. Sementalda ham shunaqa ranglari bo'ladi-da, bu go'goda. Lekin bu unaqa emas. Aysher. Nech pul aka? Orzani. 25 dan siylab beraman Abrorjon, 26 degim kelma. Bo'ladi qonichi. 25 dan siylab beraman, telefon qilishim. Xudo xolasa kelishtirib. Arg'amchiga endi moslashyapti janob. Mashturish 20. 25 dan siylab O'taydigan beraman. joyi bo'lsa o'tlashavering. Telefon qilishaversin. Hamda dadil kelishtirib beraman. Ishqozga o'tasa dadillarlar. Zo'r qilib o'tdi. Balki endi mashinaga bir atir juplab olsak, bundan ham chiroyli qilib beraman. Ama akalar jirnega zo'r beradi. Ham to'qol. Ko'ringlar. 12 viloyatga tushadi. Oboring. Sizlar Galishten ishqibozlari uchun mana Galishten xonajin. Ko'ringlar, baho beringlar. Ham cho'ziq, ertaga sutda ham yaxshi effekt beradigan variantida. Ostilari ham yaxshi. Ostlarini ko'ringlar. Ko'rindimi? Ha, ko'rindi. O'qiydim. To'rt joyda. Nech pul? Xo'p, Abrorjon, manaqa to'rtinchi 28,5 million bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasini qildirtirib beraman. 28,5. Ha, 30 degim kelmadi uka. Kamini qilib berasiz. Qilib beraman, siylab beraman, chiroyli. Akalar bo'ylari lekin 1.35 plus minus chiqadi. 1.35 ga beravering, plus. Oboring. 1 senti yo baland yo past chiqishi mumkin. Hayda o'g'lim. Oboring. Ama uzun mol. Do'stlar, shved ishqibozlari uchun mana ko'rib baho beringlar. Katta sigirdek keladi bular. Nima Yo'llarini ko'ring, kallasini ko'ring, uzunligini ko'ring. Yog' soling.
Janavorlar. Ha mana o'zi sigirdek keladi aka. Sigirdek keladi o'zi. O'zi sigirdek keladi mana bu. Mana u ham asli kichkina emas. Hoji aka necha o'lchadingiz bo'ylarini? 1.30 ga 1.35 olaversin. Uzunligi lekin uzun ha bunlar ha? Ha? Uzunligi. Uzunligi. Mana 2 yura. Aha. Qo'yilmagan ha? Monisini qo'yib berganmiz. Necha kattasi? Bu azbedi qo'ldin, ha. Hoji aka bitta menga tortinchi. Bir 15 kuncha o'pib qoldi lekin. Aha. Sementali qo'yib yuborganmiz u. Necha pul baholar aka? Baholarni qarang aka. Baholari Abrorjon 33 ga 26,5. 33 million nari kattasi, bunisi 26 Ha, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Shu narxlarga bor barakasi jupiga olsa. Samarqandgacha dastlabkasi bizdan ketaveradi. Samarqand viloyatigacha. Ha. Ko'rsin mana. Ama akalar 32 ga 26,5 bor baraka desa, Samarqandgacha dastlabkasi ham bizdek. molla katta-da. Mol kuchli. Ama o'tay jupiga. Bo'ldi, jupini olsa, Bir-birdan kam yana. chiroyli qilib beraveraman. Telefon qilish Hozir bo'lsa. ayting bir-birdan kam. Jupigami? 32-25. Bo'ldi gap. Kami bor. Omon. Ovoringlar. Ama mana molni 32 ga bozorda ham Hamma joyga taqqosa solishtirib olaversin ki. bozorda ham lekin aytib qo'ymaydi. 35 tepasi yetmasa bilmadimi? Ko'ringlar hamma yo'q narxni taqqoslab kelaveradi. Tohir aka. Layklar bossin. Chiroyli qilib kelishtirib zo'r qilib beramiz, xudo xolasa. Hammaga omad.